Daman zeriktilaring. Hozir ikkita videoni bittasida kommenta. Hozirda Ultimate Royal'da top 1daman dunyo bo'yicha. Lekin bu narsa qo'shtirnoq ichidagi odamlarga yoqmayapti va men orqali hype video ishlab o'z aktivini oshirmoqchi. Xo'p, Ultimate'ni top 1da tugatdim ham deylik. PUBG Mobile menga pul beradimi yo katta pul va'da qilinganmi Ultimate'ni top 1da tugatish uchun? Ozgina onglaringni ishlatinglar, fikrlashni to'g'rilash kerak. Nimaga? Chunki men top 1da turganim bilan turmasam ham menga biror kim pul berib qo'ymaydi. Bitta narsani tushuninglar. PUBGmi, reytingmi, kim turishidan qat'iy nazar. Bugun men turaman, ertaga boshqasi, undan keyin boshqasi. Maksimum padeshga qilinglar. Top 1da turish oson emas. Men sizlarga yana aytaman, kuniga 16 soatlab PUBG o'ynash oson emas. Kerak bo'lsa ishimni tashlab, ishimni to'xtatib harakat qilyapman. Hammaga insof bersin. Men orqamdan video qilayotgan, video tahlil o'zidan nimadir yasayotganlarga qo'llaringda hech narsa kelmagan kelmaydi ham. O'sha gap. Eskidan taniganlar biladi. 150 ming podpischim bor, YouTube kanalim bloklab ketganda ham sinmaganman. Sizlar meni sindirishga urinmanglar. Meni har doim o'ziga yaqin olib akam ukam deb padeshga qiladiganlar bor. Jonlaring omon bo'lsin. Sizlarni yaxshi ko'raman. Hammaga rahmat.